Ha? Kattalar bilmaydi-da. Shuning uchun kattalar ekkan daraxt qurib ketyapti. Bugun sizlar bilan ekanmiz, kattalarga bir dars bo'lsin. Kattalar o'qimagan. Hamma javob to'g'ri. Noto'g'ri javob hech qachon bo'lmagan bu. To'g'ri javob ham hech qachon bo'lmagan. Bu yerda har doim javoblar bo'lgan. Qarab turdim, men tushunmadim do'sti. Tushuntirib ol gapingni. Shoshma. 20 yillar oldin mana shu xonalarda sizga o'xshagan talabalar o'qigan. Ko'pchilik talabalar kulguli, jinnicha desa ham bo'ladi. Aqlga sig'maydi-ya, fikrlarni ayting. Oilam do'stiga o'xshaganda bir odamdan keyin bularni ustidan kulgan. Shunaqa ham g'oya bo'ladimi? Betayin bir tinga qimmat g'oya degan g'oyalar. Shu g'oyalar deganlar hozir milliardlik. Savol qilyapsizmi? Noto'g'ri deb o'ylagan g'oyangiz aslida milliard dollarlik g'oya bo'lishi mumkin. Siz uni chiqarishingiz kerak.